Agarda sizni yoshingiz 20-30 atrofida bo'lsa, eng oxirgi o'ylashingiz kerak bo'lgan narsa nega menga munosib juft uchramayapti? Undan oldin esa mana shu 4 ta muammoni hal qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchi muammo moliyaviy erkin bo'lish. Bu sizga kelajakda ichki va tashqi xotirjamlikni beradi. Ikkinchi navbatda o'zingizni anglash. Siz kimsiz, nimasiz, nimalarni yoqtirasiz, nimalarni yoqtirmaysiz. Sizga kelajakda sog'lom munosabat o'rnatish va ertangi kunda noto'g'ri insonni tanlab qo'ymasligingiz uchun sizga kerak bo'ladi. Uchinchi bo'lib esa o'zingizni realizatsiya qilish va bilim olish. Bu yoshda sizga qanday ishda ishlashingiz muhim emas, eng muhimi tajriba orttirish, o'zingizni namoyon qilish va kerakli insonlarni atrofingizga to'plash. Va so'nggisi erkak bilan to'g'ri munosabat o'rnatishni o'rganish. Va mana shu yerda eng muhimi kimgadir erga tegib olish bo'lmasin. Aksincha, o'zingizga munosib insonni tanlash bo'lsin. Tanlash bu yolg'izlikdan qo'rquvdan emas yoki sizni qanaqadir baxtsizliklardan olib ketish uchun bo'lmasin. Tanlash bu moliyaviy va ma'naviy taraflama erkinmi, emotsionalniy bolami yoki ruhan kuchli erkakmi? Dunyoqarashingizda sezilarli darajada farq katta emasmi? 20 yoki 30 da aynan mana shu savollarga yechim bera olsangiz, 30 yoshdan keyin turmush qurgan taqdiringizda ham xavotirda emas, balki xotirjamlikda yashaysiz.